Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi akalar, do'konimizga yangi zavodskiy beton mishelkalarimizdan yetib kelgan. Bugungi video obzorimizda shu zavodskiy beton mishelkalarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Ko'rib turgan zavodskiy beton mishelkalaring eng hadovoy ketib turgan modeli bo'ladi. 200 litrli modeli. Bir aravacha bemalol tayyorlab berishga mo'ljallangan. Listlari juda ham mustahkam qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. 6 oydan 1 yilgacha kafolatlari mavjud bo'ladi. Ichida ikkitalik pichoqlar bilan jihozlashtirilgan bemalol bu zavodskiy beton mishelkalarimizda betonlarimizni, rastvorlarimizni aralashtirib tayyorlasalaring bo'laveradi. Faqat beton uchun emas. Undan tashqari pishiriq sexlariga xamirlashtirgani, pokkoranlashtirgani olib foydalansalaring ham bo'laveradi. Oldingi zavodskiy beton mishelkalarimizga qaraganda qulaylik jihatlari juda ham kuchli bo'ladi. Bemalol o'ng tarafga, chap tarafga aylantirib to'kib foydalansalaring bo'laveradi. Shestrna val qismlariga keladigan bo'lsak, chugun shestrnalar bilan jihozlashtirilgan plastmassa yoki alyumin shestrnalardan bo'lmaydi. Motorlarimiz 100% mis. O'chirib yoqadigan knopkalari ko'rishlaring mumkin. Juda ham mukammal qilib o'rnatib qo'yilgan. O'zining ma'lumotlari o'qib olishlaring mumkin. 200 litrli variantda 850 vatt motorlar bilan jihozlashtirilgan 220 ga ishlaydi. Hamda oborotlari 2800 oborotga ega bo'ladi. Zavodskiy beton mishelkalarimiz 200 litrli variant aytib o'tganimizda eng hadovoy ketadigan varianti bo'ladi. Undan tashqari do'konimizda 160 litrdan boshlab 260 litrgacha zavodskiy beton mishelkalarimizda mavjud bo'ladi. Ko'rib turgan garantiya talonlaringga 6 oydan 1 yilgacha garantiyalarini yozib, dastavkalari bilan yetkazib beraveramiz. Xuddi shunaqa garantiya talonlari o'zlarini komplekt holatda bo'ladi. Mana ko'rishlaring mumkin. Yig'im terim ishlari olib borilmoqda. Qozonlari bemalol bo'shatib, boshqa qozonlarga o'rnatib foydalansalaring ham bo'laveradi akalar. Garantiyalari aytib o'tganimizdek 1 yilga beriladi. Balonlari katta shiroki balonlardan uncha daqur-duqurda silkanmaydigan charm balonlardan bo'ladi. Bizga zavodskiy beton mishelkani upakovka ko'rinishida jo'nating. Buxoroga, Qashqadaryoga, Surxondaryoga, shunaqa viloyatlarga deydigan akalarimiz uchun do'konimizga xohlasalaring upakovka ko'rinishidan ham yetib kelgan. Xohlasalaring xuddi shu zavodskiy beton mishelkalarimizda upakovka ko'rinishida 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalari bilan qilib beraveramiz. O'zimizning manzilimiz Qo'qon Yangi bozorida joylashgan. Zem magazini bo'ladi, kelaverasizlar. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, dastavkalarini kelishtirib 12 ta viloyat bo'ylab qilib beraveramiz. Ushbu zavodskiy beton mishelkamizning narxi 2.800.000 so'mdan chiqadi. Aloqaga chiqaverasizlar. Telegram orqali to'liq video obzorlari tashlab beriladi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga podpiska bosib, obuna tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.